har bitta prezident iqtidorga kelar ekan, xalqidan shu mandatni olar ekan, ya'ni saylanar ekan. Mana shu mamlakat rahbaridan ham xalqaro darajada, xalqaro tashkilotlarni ayniqsa o'zini xalqini kutilmalari bo'ladi-da. Xalq nima uchun saylaganini juda yaxshi bilar va nimalar kutayotganini xalq juda yaxshi bilar va xalqaro tashkilotlar ham. Xalqning juda ko'p kutganlari bor. Mana shu kutganlarning orasida eng muhimi, ochiq aytaylik, bu inson huquqlarini, insonning, fuqarolarining eng oddiy huquqlarini tiklanishi edi. Xalq buni juda uzoq kutdi-da. Prezident Shavkat Mirziyoyevni iqtidorga kelgandan keyin birin-ketin aynan inson huquqlari masalasida amalga oshirgan islohotlari juda ko'p bo'ldi, muhim bo'ldi. Bugun aytaylik, mana shu jasliq jazoni ijro etish muassasasini yopilishi mana shu amalga oshirilgan ishlarning eng muhimlaridan bo'ldi. Bu prezidentning bu boradagi siyosiy irodasi qat'iy ekanligini ham xalqaro tashkilotlarga, ham xalqqa yaqqol isboti bo'ldi-da. Xalqning ishonchi agar o'sha paytda 20-30% desak, 100% ga ko'tarildi.